Och rozeviy va to'q rozeviy mana. O'zim sizlarga ko'rsataman. Endi videoda qanaqa chiqadi bilmayman. No, shundoq qilib surasiz buni. Ya'ni tepaga surasiz. Mana endi hozir uncha bilinmayapti. Buni ko'rganingizda bilinadi. Ko'proq bilsangiz. Shunaqa qizlarjonlar. Bunisi esa bunisi oppog'i. Bu oqi o'zimga kerak edi. Buni shuning uchun zakaz qildim. Bu ham xuddi shuni turi. Ham rumyana qilib ishlatasiz, ham pudra qilib ishlatasiz. Buni o'sha kerakli joylaringizga ishlatsangiz bo'ladi, yuz kerakli joylariga. O'zini gubkalari bilan bor. Bu boshqa firma, bu esa boshqa firma. Qizlarjonlar, adashtirib olmanglar.